Albatta, assalomu alaykum. Albatta, butun Navbahor jamoasini, muxlislarini g'alaba bilan tabriklayman. Albatta, qiyin uchrashuv bo'ldi, lekin yoqimli g'alaba bo'ldi, chunki Nasaf yaxshi jamoa va albatta unga ularga qarshi yaxshi tayyorgarlik ko'rdik. 10 kishi qolganimiz albatta ozgina qiyinchilik tug'dirdi, lekin unga qaramasdan menimcha bolalar iroda ko'rsatdi va o'yinni oxirigacha g'alabaga olib bordi. Va albatta muxlislarimizga ham rahmat aytaman. Butun o'yin davomida biz bilan bo'ldi, bizga qo'llab-quvvatlash yaxshigina bo'ldi, dalda bo'ldi, kuch berishdi. O'shaning uchun Xudoga shukr, shunaqa muxlislarimiz bor va biz albatta ularni xursand qilish uchun harakat qilamiz. Va albatta viloyat hokimimiz Shavkat Shakarjanovga ham tug'ilgan kunlari ularga ham yaxshi sovg'a bo'ldi deb o'ylaymiz. Shunga ham harakat bo'ldi. Ko'jada ham bugun tug'ilgan kun edi. Shuning uchun bugun yutmasak bo'lmas edi. Xudoga shukr mehnatimiz orqali yaxshi tayyorgarlik ko'rdik va o'ylaymanki haqli g'alabaga erishdik. Chempionat o'yinimiz bor. Albatta u ham mashg'ulot muborakka borib kelishimiz kerak. Yana qarshi jamoasi bilan o'ynashimiz kerak. Nasaf bilan albatta hech bir raqib bilan ketma-ket o'ynash hech qachon oson bo'lmaydi. Lekin nasib bo'lsa uyda o'ynaymiz, tayyorgarlik ko'ramiz. Yaxshi poddershka bilan hozir eng asosiy oldimizdagi o'yin albatta. Keyin albatta kubokka ham tezda kelib tayyorgarlik ko'rishimiz kerak, chunki vaqt ziq. Hozir muborakdan keyin 3-kun, 4-kunga o'yin, yo'l bor, boshqasi bor. Inshaalloh yaxshi tayyorgarlik ko'rib, hozir oldimizdagi o'yin va kubok yaxshi tayyorgarlik ko'rib, kerak natijani qo'lga kiritamiz. O'shaning uchun oldindan hozir bir narsa deyish qiyin. Ko'ryapsizlar, nafaqat Nasaf, har bir raqib bilan oson raqib yo'q. Har biri vaqt kelgandan keyin yoki o'zini vazifasi bor, maydonga baribir qanaqadir maqsad bilan chiqyapti, yutish uchun chiqyapti. Shuning uchun faqat o'sha yaxshi o'ynab, kurashib yutishimiz kerak. Shu tayyorgarlik ko'ramiz. O'shaning uchun hozir oldindan biz hozir hamma konsentratsiyamizni mashg'ulotga qaratmoqchimiz. Iloji yo'q, albatta o'shaning uchun jamoada 11 kishidan iborat biz bir-biriga munosib yaxshi jamoa shakllangan. Albatta jarohatlar bor, o'z yo'lida hozir qizil kartochka. Nafaqat bizda, menimcha har bir jamoada o'ziga yarasha qanaqadir kamchiliklar, chunki o'yindan o'yinga ketaveradi bu narsa. Nasib bo'lsa ko'ramiz. O'yin ham bu o'yin ham har biri biz uchun muhim. Hozir bir narsa deyish qiyin, lekin ikkala o'yinda ham g'alaba qozonishimiz kerak. Keyin savolim G'iyosov haqida ozgina tushunib. Albatta G'iyosov katta yo'qotishni bilaman, chunki bu baribir jamoa uchun har bir futbolchimiz menimcha kerakli. O'shaning uchun u ham ko'rganingizdek Bunyodkorga qarshi uchrashuvda himoyachi albatta ataylab sakradi. Vaqt kerak unga. Tiklanish uchun vaqt kerak. Biz ham kutyapmiz qancha tezroq safga qaytsa, chunki har bir futbolchi hozir kerak jamoaga. Ko'ramiz, hozir Toshkentda bichini olyapti. Qancha tezroq qaytsa, faqat xursand bo'lamiz. Bunaqa o'yinlarda nokaut kuchli bo'ladi, oson emas hakamlarga ham. Chunki ikkala jamoa ham o'z tarafidan qaraydi, lekin o'ylaymanki hakamlar jahon chempionatida ko'rgan hakamlar eng yaxshi hakamlardan bittasi. Endi sportni momentlar men hozir bir narsa deyishim qiyin, chunki men ko'rmadim. Biz endi maydonning ichida uni favtor orqali ko'rganlar balkim uni to'g'rimi noto'g'ri aytishi mumkin, lekin umuman olganda bu hakamlarga kamdan kam o'zi kimdir e'tiroz bildiradi, chunki ular yaxshi darajadagi hakam. Zaxiradan chiqdi, ikkalasi ham qayerdadir o'ynadi. To'g'ri aytyapsiz, nima ko'chaga ozgina baribir ritmga kirish uchun vaqt kerak. Bu ham jarohatdan keyin qaytgan yigitimiz. O'shaning uchun bu qanaqa qarash bu narsaga? O'zi aslida faqat Husayn emas, yana vingillarimiz ham bor, ular ham hujumchi hisoblanadi. Endi ikkita hujumchi bilan ham o'ynasak bo'ladi, uni balkim o'ynab ko'rishimiz ham mumkin. Bunda o'rtani ozgina aniq qilishimiz mumkin, kamlik bo'lishi mumkin. Lekin vatan muammo ko'rmayapman. Biz o'yindan o'yin kuchayapti. Biz albatta oson o'yinlar bo'lmayapti, o'sha aytganingizdek, lekin bunaqa o'yinlarda o'tgan o'yindan Bunyodkorda ochib ketdi. Albatta oson 2-0 da oson olib ketishimiz kerak edi, lekin jarohat bo'ldi Ali Usmonovda, keyin 2-0 qayta xotirjamlikka berilib
bunaqa bizni uni 3 marta stolga tepdi, uchalasi ham gol bo'ldi, bunga qarasak. Bu ham qanaqadir. Biz necha marta tepdi, nechta ikkinchi bo'ldi. Bu hech anaqa emas. Bu albatta o'zini mahorati, o'zini xotirjamligi o'sha epizodlarda to'pni golga aylantirish. Lekin bunaqa o'yinlar, bugungi o'yin, o'tgan o'yin, mana shu olib chiqilgan bu jamoani yana kuchli qiladi, zakolat qiladi, chunki iroda ko'rsatiladi, bitta jamoa bo'lib qoladi. Mana shunaqa o'yinlar orqali jamoa yana ham bir-biriga munosabat ham futbolchilar orasida umuman yana ham ichidagi muhit kuchayadi. O'shanga Xudoga shukr. Mayli, oson o'yin bo'lmadi. Albatta biz ham xohlaymiz. Men ham trener xohlayman, shu osonroq gol osonlar yutaylik, 3-0 yutaylik. No, futbol ko'ryapsizlar, har bir jamoa oson bermayapti, kurashyapti. Nasib bo'lsa, u kunlar ham keladi. Eng asosiysi hozir biz o'zimiz ochkolarimizni olishimiz kerak. Chunki biz deyarli ko'p yo'qotdik, ayniqsa birinchi turda. Xudoga shukr, o'sha aytganimizdek, uyda muxlislarimiz bizga albatta hozir o'sha yetmadi birinchi turda. Qaniydi o'sha paytda ham birinchi turda ham uyda o'yinlarimizni, uyda o'ynaganimizda qancha yo'qotdik. Buni olib qarasak, hozir ularga o'sha ochkolarni eslasak, battan aniq olishimiz ehtimolimiz kattaroqda. Baribir bu muhitda futbolchilar ham xohlaymizmi yo'qmi iroda ko'rsatib, yana ham konsentratsiyani maksimal yushirdi. Mayli, unga ham obyektivniy anaqalarimiz bor. Maydon bugun ham ko'rganingizdek, baribir maydonga ozgina hali vaqt kerak. Yana ham ideal darajaga kelish, chunki to'p bilan muomala qilish qiyin. Xohlayapman men ham kombinatsiya qilishni ko'ryapsizlar, birinchi taymda ko'rindi, yaqqol to'p sakrayapti, ozgina qiyin. O'shaning uchun ko'p kurashlar bo'lyapti. Nasib bo'lsa, menimcha hozir sentyabrga yaqin maydon yana ham holati yaxshi bo'ladi, yoz tugadi. Nafaqat bizni, menimcha hozir biz o'yinlar ko'ryapmiz. Ko'p maydonlar yozdan chiqib yomon holatga kelgan. O'shanga hayronman, nima unaqa bo'ldi. O'shani biz menimcha PFL ham, jamoalar ham bosh qotirish kerak, chunki bu futbolimizni faqat mana shunaqa yorqinligini va o'sishda qanot ta'sir qilish ehtimoli bor. Baribir reputatsiyamizga, chunki baribir chet eldan ko'rishadi o'yinlarimizni boshqa ko'rlar. Balkim xotirishayotgandir. Umuman olganda, Xudoga shukr, o'sha birinchi davradagi ham albatta yangi komanda, hamma narsani ko'ryapmiz, unga kimdir ketyapti, kimdir kelyapti. Nechun shakllanyapti komanda, mana shunaqa o'yinlar bizni yana ham bir-birimizga shakllantirib boryapti. Повреждение meniski bor edi, o'shani individual anaqa qilib, hozir ancha yaxshi bo'ldi. 3 kundir biz bilan общий gruppaga qo'shildi, ungacha individual zanimasiya qilyapti. 3 kundir anaqa общий gruppaga qo'shildi. Bugun zaxirada bor edi, o'yin ko'rdilar albatta. Boshqa o'yinchilar kerak edi bu o'yinda. O'shaning uchun o'yin ko'ramiz. Chunki Alex ham, boshqa futbolchilar ham yaxshi darajadagi futbolchilar. Formada bo'lsa, faqat komandaga kuch bo'ladi. Bunyodkor biz prinsip yaxshi boshladik. 1-0, 2-0 yana momentimiz bor edi. Prosta oxirida gol urib qo'ygandan keyin ozgina tam такой момент. Hatto ham prinsipga Ruslanni men ikkinchi bo'limga o'zi saqladim. Chunki kerak bo'ladi deb shunaqa ham bo'ldi. Ikkinchi bo'lim chiqib o'yinda hal qildi. O'shaning uchun siz reja tushayotganda faqat birinchi taymda men hamma kuch bilan emas, biz ikkinchi taymda ham o'ylashimiz kerak. Kim kuchaytiradi, faqat shu o'yin har xil bo'lishi mumkin. Da Xudoga shukr, birinchi taymda hal qilsak undan ham yaxshi. Lekin biz hamma narsani inobatga olishimiz kerak. Endi men murabbiy sifatida buni yaxshi bilaman. Shu ikkita taymdan iborat. Albatta o'yinda har bir raqibni o'rganamiz, bolalarga tushuntiramiz, nima orqali o'ynayapti, mana himoyalanayapti, to'p bilan nima qilyapti, biz nima qilishimiz kerak. Shundan kelib chiqib albatta o'yinchilarimizga ham qaysi pozitsiyada o'ynash ehtimoli bor, qattiq kuchaytirishimiz mumkin. O'yin, chunki bugun men, например, balkim boshqa futbolchilar tushirgim kelayotiradi, agar hammasi yaxshi bo'lganda. Lekin ko'rganingizdek, har xil vaziyat bo'lishi mumkin. Qizil oldik, hamma narsa o'zgardi. Zaminada to'g'ri o'zi boshqa joylarga kuchaytirishga ketdim, keyin o'zi zamina so'ragan futbolchilarim bo'ldi. Unaqa ham vaziyat bo'ladi. O'shaning uchun birinchidan skameykamiz yaxshi futbolchilar bo'lishi kerak, bir-biriga munosib. Ikkinchidan o'yinda ritmiga qarab nima bo'lyapti o'yinda, kimdir balkim jarohat olishi mumkin. Bu o'zi davomda ketayotgan. Reja albatta qilasiz. Butun o'yinga, 2 bo'limga reja qilasiz, примерно bilasiz. Agar bunaqa situatsiya bo'lsa nima qilasiz, bunaqa situatsiya bo'lsa nima qilasiz degan xayolda bo'ladi. Qolgani o'zi ichki tuyg'u ketaveradi.